Kurs kontrolini yoqadigan bo'lsak, mana. Xo'sh. Kurs kontrol mana o'zadi. P'ni shunda bosib tursangiz, ro'shnoy ko'tarilgan holatda. Birinchi kurs kontrol uch tabloda ko'rsatib. Ularni hammasini mobil tomondan ko'rsatib qo'ygan. Ro'shnoy bu yoqda. Mana bu tomonda shayba, bu shayba orqali esa siz o'sha rejimlarni to'g'rilasangiz bo'ladi, pulni hammasini. Plyusdan rushnoyni ko'tarib tushishi esa kamar to'qqan holatda, remen to'qilgan holatda o'zi avtomatik chiqib ketadi. Agar siz remen to'qmasdan harakatlansangiz, avtomatik qo'lingiz bilan o'zingiz rushnoyni ko'tarib tushishingiz mumkin. Xo'sh, yana unga keladigan bo'lsak, mashinani ichini ko'rsangiz bo'ladi. Mashinani mana sizga polni tablosini tushuntirib o'taman. Bezprovodniy zaryadka simsiz quvvatlash po-любому ishlaydi. Ba'zi bir mashinalarda ishlamasligi mumkin, uni siz bilasiz. Xo'sh, yurish rejimlarini ham tablodan yoki mana shayba orqali o'zlashtirsangiz ham bo'ladi. Luk ochib yopilishini o'zingiz xolasangiz yarim, xolasangiz ko'tarib yoki shamollatish uchun ochsangiz ham polni mana shu bilan to'g'rilasangiz bo'ladi. Shtorkani ham, ya'ni quyosh pardasini ham bemalol shunaqa foydalansangiz bo'ladi. Eng qulay, eng komfort tomonlardan bittasi tabloga e'tibor bergan bo'lsangiz o'zbek tilida. Ko'rdingizmi? Hammasi o'zbek tilida bo'ladi. Rulni ham o'sha og'irlash, yengillashini bemalol mana shu yerdan komfort, oson, sport rejimiga qo'ygan paytingizga rulni o'zini boshqarishini ham polni o'ziz regrovka qilsangiz bo'ladi mashinada. Xo'sh, abulsovkalarning yonishi, aksentlarning yonishi polni 64 xil rangda yonadi. 64 xil rangda bemalol mashinaning o'zida ba'zi birlar navrot qilib ham qo'ya olmaydi 64 xil rangli diodlarni. Bunda o'zi navrot qilib qo'yilgan. Bundan tashqari mashina ichiga YouTube, CarPlay, Apple Play, Android Play, Video Play, USB Play hammasi ulangan bo'ladi. Mashina bez rasxod bo'ladi mashina. Oldingizmi faqat minish uchun, oilaviy yurish, dam olish uchun minadigan mashinalardan bittasi. Men javob beraman, mashina olgandan keyin afsuslanmaysiz 100%. Avtomobil rejimlarini aytdim, eshik oynalarini siz o'z boshqarishingiz uchun, mana misol uchun eshikni ochgan paytingizda chiroqlar miltillashi yoki kimdir kirayotgan paytida sizga belgi berishi ham даже mashinada bor. Bundan tashqari yana aksessuarlarni o'zingiz qo'shtirib yana nastroyka qilib olsangiz bo'ladi agar nimadir navrot qilmoqchi bo'lsangiz. Xo'sh, ekran displeyga keladigan bo'lsak, ekran displeyini xo'sh ikki xil, agar full rejimda olmoqchi bo'lsangiz, 3 xil rejimda o'zgartirishingiz mumkin. Yana agar kechda ketayotgan paytingizda o'zingiz yorqisini yo pasaytirib, yo kuchaytirib, yo pasaytirib, yo kuchaytirib olishingiz mumkin bemalol ko'tarib. Agar avto rejimga qo'yaman desangiz, avtomatik kunduz paytida yorishadi, kechki paytga qorong'ilashadi, lekin qo'l bilan qilaman desangiz ham mana avtomatik o'zi qorayadi. Ko'rdingizmi? Xo'sh, yana ulanishlarga keladigan bo'lsak, ham Bluetooth, ham ana bu internet orqali o'ziyoq ulasangiz bo'ladi. Xo'sh, bu mashinani nima deydi, slipovой zonalarni yo'qotgan paytingizda ham o'zini o'sha atrofdagi yon mashinalarni o'tib ketayotgan paytida yoki avariyniy holat bo'lganda o'zi sizga avtomatik signalizatsiya beradi. Bu narsani o'zingiz ko'rasiz. Yana bundan tashqari ovozli rejimga keladigan bo'lsak, голосовое управление ham tablo orqali hamda mana bu ruldagi elektronniy голосовое управление orqali boshqarsangiz bo'ladi. Bunda faqat ikki tomonda xohlasangiz orqaga, xohlasangiz oldinga o'zi dabro berishingiz mumkin. Ya'ni o'sha nima deydi, yoningizdagi inson ham lukni ochishi yoki oynalarni yopishi, mashinani nima qilib gapirib ketishi mumkin qo'shiq aytib. Shunaqa desa ham bo'ladi. Keyin o'sha gapirayotgan paytingizda yonishi inglizcha, xohlasangiz o'zbekcha gapirsangiz ham bo'ladi. Ichida 24 ta tildan ortiq til bor. Xohlagan tilingizga qo'yib, qaysi tilni bilsangiz yoki til o'rgansangiz ham bo'ladi. Xolos bu mashinada. Tizimga keladigan bo'lsa, Coffee iOS tizim bilan, kompaniya bilan ikkalasi birlashib, shu elektronika голосовое управлениеlarni o'zi yaratgan. Coffee iOS bilsangiz agar eng zo'r rivojlangan elektronik sistemalardan bittasi. Umuman qotmaydi. Suvda ham даже qo'lingiz qo'l holatda bo'lgan taqdirda tablo bemalol sizga xizmat qilib beraveradi. Xo'sh, umumiy vaqtni bemalol xohlasangiz tabloni kechib ketayotgan paytingizga o'chirib yoki yoqib ham даже nima qilib qo'ysangiz bo'ladi. Mashinani ko'zni yetayotgan bo'lsa, o'chirib ham yoqib ham ishlatib ketsangiz bo'ladi. Musiqa qo'yaveradi yoki video davom etaveradi. Xo'sh, abagrev, abduf yoqishga keladigan bo'lsak, bu yerda hozir abagrev bossangiz o'zi yonadi. Yana bossangiz o'rta iliqlik va past iliqlikda bo'ladi. Agar o'chirib ustidan ana shu sizini ham bosib tursangiz, avtomatik abduf yonadi. Abdufni o'zini ham даже 2-3 xil rejimda boshqarsangiz bo'ladi. Mana o'zi beryapti.
A konditsionerga keladigan bo'lsa, konditsioner knopkasi. Hammasi o'z qo'lingizda boshqarsangiz bo'ladi. Polni. Knopka hammasi. U sizning o'zingizga bog'liq mashinani qanaqa boshqarish. Xullas, siz mashinaga emas, mashina o'zingizga moslashadi. Glavniysi shu. Ana ba'zi birlar biz olamiz mashina, olasiz. Siz mashinaga moslashingizga to'g'ri keladi. Siz shunday mashina oling, mana echitdi misol uchun. Mashina sizga moslashadi. Bundan tashqari sizga plyusiga xolodilnik qo'shib beraman mana. Mashina ichida. Bemalol 1 muzlatib, sovutib beradi. Xohlasangiz lyot tashib qo'ysangiz ham o'sha holatida o'zini yo'qotmaydi lyotni. Bitta uyda, короче, xullas. Uy. Mana misol uchun xullas sizga yana bir isbot bilan birga mana eshit birinchi paysi ochiq ketayotdi hozir klientni ko'rishingiz mumkin bor bemalol. Hatta nima bo'ldi, bildimi? Chotgan hammasi. Mashinangiz tayyor bo'lib qoldi. Tayyor bo'lib qoldi pashti. Qancha kutish kerak? Shot spravka chiqishing kutasan. Memoralka berdim bank. Qani memoralkani berdim. Nima qildi? Patron, ele tem que fazer